Assalomu alaykum, hurmatli yo'lboshlovchi kuzatuvchilari. Xudo xolasa men bugun sizlarga chegirma narxlarda bo'lgan Samsung flagman modellar va iPhone 17 Pro Max'larimiz yetib kelgan. Men sizlarga xudo xolasa bu smartfonlarni eng arzon narxlarda obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlar ma'qul kelsa, bemalol zakaz berishlar mumkin. 12 ta viloyatga dostavkamiz mutlaqo bepul. Tezkor pochta orqali albatta har bitta smartfonni garantiyasi bilan yetib boradi. Bu smartfonlar 95% hali O'zbekistonda ishlamagan, Koreyadan yetib kelgan va rastamoshga bo'lgan yuklar har bitta smartfonlar IMEI registratsiyalari ofitsialniy holatda YesIMgacha ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Inshaalloh smartfondan IMEI tomonidan hech qanaqangi muammo bo'lmaydi, 100% garantiya beramiz. Sizlarga yoqqan telefonni Telegramda yozsalaring, hammasini to'rtla tomoni bilan video qilib tashlab beramiz. Ma'qul kelgandan keyin zakaz berasizlar. Oldindan to'lovlar 200 ming, qolgan telefon yetib borganda ko'rib tekshirilgandan keyin to'lanadi. Adres Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Anson savdo markazining to'g'risida joylashgan. Kelib bemalol tashrif buyursalaring bo'ladi. Men sizlarga birinchi bo'lib rabochiy smartfonlarni arzon narxlarda flagmanlar tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. 17 Pro Max narxlarini oxirida aytib o'taman. Bomba narxlarda chiqqan. Xo'p, birinchi bo'lim men sizlarga Samsung S24 Ultra modellarini taklif qilib o'taman, hurmatli obunachilar. Xo'p, smartfon qo'limda natural titanium eng hadavoy rangi va skromniy rangi, 12 operativga, 512 xotira, 5 mAh batareya, Snapdragon 8 Gen 3 protsessor yotibdi. Smartfon idealniy zo'r holatda, birorta nuqta petnosi yo'q, eng tiniq holatda bo'lib turibdi. Narxiga keladigan bo'lsa, $725 tashkil qilib turibdi. Bemalol zakaz beraverasizlar. Bitta sim karta 4 ta sim podдержка qiladi. eSIMlarigacha ro'yxatdan o'tgan smartfon. Va keyin sizlarga 12 ga 256 taliklarini taklif qilib o'taman. 12 256 xotira, 5 mAh batareya. Holatlari juda ham tiniq. Skromniy qora rangda va shunaqangi neobычный noyob rangdagi qo'limda turibdi. Zakaz beringlar. Eng tiniq sosteniyada $695 foydalanib olinglar. Xudo xolasa bunaqangi arzon narxda ancha-muncha joydan qidirib topa olmaysizlar. Men sizlarga ko'rsatayotgan smartfonlar hammasi shunaqangi eng tiniq zo'r sosteniyada bo'lib turibdi. Endi men sizlarga Samsung S23 Ultra smartfonlarini taklif qilib o'taman. Green rangda, 12 operativga, 256 xotira, 5000 amperli batareyasi, Snapdragon 8 Gen 2 protsessor yotibdi. Bitta sim karta 4 ta sim podдержка qiladi. eSIMgacha ro'yxatdan o'tgan. Xo'p, ko'ringlar, juda ham zo'r holatda. Pastida S Pen Perosning oldida bir dona bilinar bilinmas ozgina petnosi bor. Men sizlarga bu smartfonni $535 super arzon narxda taklif qilaman. Foydalanib olinglar, hurmatli obunachilar. $535 zo'r holatda, faqat bir dona kichkina petnosi bor. Va tinig'idan so'raganlar uchun men sizlarga $550 birorta petnosi yo'q, eng tiniq zo'r holatdagisini taklif qilaman. Bemalol zakaz bersalaring bo'ladi albatta. Hali O'zbekistonda umuman ishlamagan yangi yuklar bular. Va keyin S23 Ultra'ni beli jemchug rangi. Tiniq zo'r holatda bo'lib turibdi. 12 ga 512 talik xotira bilan jihozlangan smartfon. Zo'r holatda, hurmatli obunachilar. Zakaz beringlar bu smartfonni men sizlarga chegirma narxda $565 ga taklif qilaman. 512 talik. Va keyin Samsung S21 Ultra modellari. Silver rangda, 12 ga 256 xotira, 5000 amperli batareya. Holati zo'r bo'lib turibdi smartfonni. Zakaz beringlar, hurmatli obunachilar. Men sizlarga shunaqangi zo'r holatda bo'lgan bu Samsung S21 Ultra modelini $350 ga taklif qilaman. Zo'r holatda bular, albatta eng tiniq, idealniy, cho'tki sosteniyada bo'lib turibdi. Qora rangidan so'raganlar uchun skromniy qora ranglari bu Exynos 2100 protsessor, 12 operativga, 256 xotira. $350 dan eng tiniqlarini xarid qilsalaring bo'ladi. Xo'p, keyin men sizlarga Samsung Note 20 Ultra 5G modelini ko'rsatib o'taman. Note seriyaning eng so'nggi avlodi smartfon, 12 ga 256 xotira, 4500 amperli batareya, Snapdragon 865 Plus protsessorga ega. Eng tiniq zo'r holatda bo'lib turibdi. Foydalaninglar. Bunga zo'r chegirma qilib beraman. $295 ga, hurmatli obunachilar, 295 ga bunaqangi tiniq narxda
Bunaqa Note 2 Ultra'ni topolmaysizlar. 330 dollardan sotilyapti. Men sizlarga bir dona shunaqangi noyob eksklyuziv narxlarda taklif qilib o'taman. Va keyin sizlarga Xo'p, Samsung S22 5G elegantniy va kompaktniy smartfonni shunaqangi noyob rangidan kelgan. 8 ga 256 xotira, 3700 amperli batareya. Holati zo'r, A-, idealniy holatda birorta petno bo'lsa vazorat qilasizlar. 265 dollarga taklif qilaman. Bunaqa holatdagisi 280, eng kami 280 ga olasizlar. Eng tiniq A holatda bo'lib turibdi. Albatta zakaz beringlar. 265 dollarga bu holisa zo'r narxladi. Va keyin Samsung S23 5G modellarini qo'limda turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, qora va pushti rangi. 8 ga 256 xotira, 3900 amperli batareya. Bitta sim karta 4 ta sim badashga qiladi. eSIM gacha ro'yxatdan o'tgan. S23 zaryadi hamma S21 22 larga nisbatan juda ham tejamkor qilib ishlangan. Bemalol bir kunga yetib beradi. S23 ishlatganlarda bu shaxsiy fikri, men sizlarga ishlatgan odamlarda shaxsiy fikrini men sizlarga aytib o'tyapman. Bemalol olib ishlatinglar, maza qilib xolis ishlatasizlar. Bu smartfonlarda 390 dan kam sotilmayotgan edi. Men sizlarga chegirma qilib beraman. 370 dollardan eng zo'r holatdagina xarid qilsalaring ham bo'ladi. Foydalaninglar. Albatta, bunaqa narxlar xudo xolasa ancha-muncha joyda yo'q. Samsung S24 so'raganlar uchun. S24 5G modeli. 8 ga 256 xotira, 4000 amperli batareya bilan jihozlangan smartfon. Juda ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Birorta nuqta, petno, chaqa-chuqasi yo'q, eng tiniq sostenada turibdi. Foydalaninglar, hurmatli obunachilar. Men sizlarga bu smartfonni 495 dollarga qilib beraman. Eng tiniq va zo'r holatda bo'lib turibdi. Samsung S22 Plus 5G eng ko'pchilik so'raydigan green rangi. 8 ga 256 xotira, 4500 amperli batareya bilan jihozlangan. Eng tiniq A holatda bo'lib turibdi. Bunaqa holatdagisi 345 dollar sotilyapti. Men sizlarga 325 dollarga eng tinig'ini taklif qilib o'taman. Xo'p, va keyin bizda Samsung S20 Plus 5G modellari 12 operativ 256 xotira, 4500 amperli batareya. Ayollar uchun red produkt juda ham sochniy rangda bo'lib turibdi. 217 dollarga xarid qilsalaring bo'ladi. S20 narxiga S20 Plusni eng tiniq zo'r holatdagisini taklif qilib o'tyapman. Va bizda Samsung Note 20 5G modellarini assortimentda yetib kelganini ko'rsatib o'taman. Qaranglar, hurmatli obunachilar, smartfonlar zo'r holatda bo'lib turibdi. 8 ga 256 xotira bilan jihozlangan, 4300 amper, S Pen Peros albatta mavjud. Smartfonlar eng tiniq A- holatda bo'lib turibdi. Bemalol zakaz beringlar. Men sizlarga bu smartfonlarni 228 dollardan taklif qilaman. Qolagan nasib etganlaringda bor. Xo'p, Samsung S21 Plus 5G modeli. 8 ga 256 xotira, 4800 amperli batareya. Holatlari juda ham zo'r, a'lo sostenada bo'lib turibdi. Smartfonlar idealniy holatda bo'lib turibdi. Zakaz beringlar, 263 dollarga violet rangini qilib beraman. 250 dollarga qilib berishga tayyorman men sizlarga. Eng tiniq pushti rangini 250 dollarga zo'r narxda, birorta petnosi, chaqa-chuqasi yo'q, idealniy holatda bo'lib turibdi. Albatta zakaz beringlar. Va bizda bir dona yaxshi holatdagisidan ham, bu ham xudo xolasa A- yaxshi zo'r holatda bo'lib turibdi. Bemalol zakaz beringlar. Va keyin silver va qora rangi qo'limda turibdi. Qaranglar, smartfonlar yaltirab zo'r holatda bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilar, Telegramdan yozinglar, men sizlarga video qilib tashlab beraman. Ma'qul kelsa keyin zakaz berasizlar. 263 dollardan xudo xolasa dastavkalarini bepul qilib yetkazib beramiz. Samsung S20 5G. Oldi ekranlari qayrilgan Edge, 12 operativ, 128 xotira, 4000 amperli batareya. Bu smartfonlar holati juda ham tiniq, A holatda. Birorta petnosi bo'lmaydi smartfonni xarid qilsalaring. Eng tiniq idealniy holatda. Men sizlarga 217 dollarga qilib beraman bu tiniq sostenada bo'lgan S20 5G modellarini.
Video foydali bo'layotgan bo'lsa, videoga kommentariyasiga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va bizni обязательно kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalimizga prosmotr soni Xudoga shukr juda ham zo'r ko'rilyapti. Sotuv shunga yarasha yaxshi bo'lyapti, lekin obuna bo'layotganlar soni kam. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, uzr. Telefon qilib olishdi. Samsung S21 5G modellarini hamma rasvetkasidan yetib kelgan, hurmatli obunachilar. Juda ham tiniq, eng tiniq holatdagilari keldi. 8 ga 256 lik xotira, 4000 amperlik batareya, eng tiniq sostoyaniyada bu smartfonlar birorta petnosi bo'lmaydi. Ko'rib yangidek holatdamikin u, yangimi ishlamaganmikin deb o'ylaysizlar, xuddiki yangidek holatda bo'lib turibdi smartfonlar. Albatta zakaz beringlar. Men sizlarga $235 dan qilib berishga tayyorman. Bunaqa holatdagilarni 245 50 sotishyapti. Men sizlarga $235 dan taklif qilaman va bir dona iPhone XS ni gold rangi 64-77% hech qanday almashmagan, hamma yo'q radmi, faqat shu orqa kirishgasi sal yorilib qolgan, lekin ziyoni yo'q. Smartfonda hech qanday almashmagan, 100% o'ziniki Face ID Truton hamma yo'q joyda o'tirib turibdi. Men sizlarga $160 ga taklif qilaman, foydalanib olinglar. Xo'p, va keyin sizlarga Samsung Note 9 modelini ko'rsatib o'tay. Legendarniy smartfon, birorta petnosi yo'q. Ko'rib hayron qoldim. Bunaqa Note 9 ni men anchadan beri ko'rmagandim. Holati juda ham tiniq, hech qanday almashmagan. Koreyada juda ham avvallar ehtiyot qilib ishlatilgan smartfon, 6 ga 128 xotira, 4000 amper. $160 ga eng tiniq va imekasi ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Bank ilovalarida muammosi bo'lmaydi. 100% любой bank ilovasini o'qiydi. Samsung S15G 8 ga 256 lik xotira, 4500 amperlik batareya. Holatlari zo'r. $189 ga ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Buni root bo'lganlari, bank ilova o'qimaydiganlarni ham 195 dan 190 sotishyapti. Men sizlarga ofitsialniy holatda o'tganini taklif qilyapman. Buni rastamoshka to'lovini o'zi ham 500 ming 600 ming verda chiqadi. Albatta tanlovda adashmanglar. Samsung S10 Plus 8 ga 128 xotira, 4100 amperlik batareya. Holati zo'r. Albatta zakaz beringlar. Ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. $185 ga taklif qilaman sizlarga. $185 ga ofitsialniy holatda ro'yxatdan o'tgan. Albatta zakaz beringlar. Va keyin Redmi Note 14 Pro da ozgina ishlagani keldi. 15 kun yonverda ishlagan smartfon. Full komplektatsiyada zaryadni chexollarigacha turibdi, o'zini original va oldida zavodskiy Bruno laminatsiyalarigacha olinmagan. 8 ga 256 lik xotira, 5500 amperlik batareya, 200 megapiksellik tiniq kamera. Smartfon xuddiki yangidek holatda bo'lib turibdi. Buni yangisi $260. Men sizlarga ozgina ishlaganini $205 ga taklif qilaman. Qaranglar, juda ham qulay narxda. $50 arzoniga. Ozgina ishlagan. Xo'p, men sizlarga endi iPhone'larda narxlarini tanishtirib o'taman. iPhone 17 Pro Max da orange rangi. Xo'p, bu smartfonlar absolyutna yangi, vakuum holatda turibdi. Qo'limda 512 xotiraligi va 256 xotiraligi qo'limda bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Xo'p, 512 xotiraligini men sizlarga qo'limdan kelgancha arzon narxlarda taklif qilib o'taman. 256 taligini 1650 ga chegirma narxda, 512 taligini esa $1870 ga xarid qilsalaring bo'ladi, hurmatli obunachilar. 1870 ga $1650. Oftin va arzon narxda. Bularda soni ko'p. Foydalangani xarid qilsalaring, albatta aloqaga chiqinglar. Yanada arzonroq narxga qilib beramiz, xudo xolasa. Va endi qo'limda 15 Pro da blue rangi. 17 Pro da blue rangi uzr. 256 lik xotira. Smartfonlar absolyutna yangi. Zakaz beringlar, bu smartfonni $1420 ga qilib beraman. $1420 ga. Xo'p, hozirgi kunda sotish darajasida juda ham ko'p sotilayotgan rangi bu 17 Pro va Pro Max da silver rangi bo'ladi. Men o'zimga ham shaxsan masvet yoqdi. Juda ham skromniy va neobычный rangda ekan. Albatta zakaz beringlar. Qo'limda xo'p 512 xotiraligi va 256 xotiraligi turibdi.
512 xotiraligini 1650 dollarga, xo'p, 256 taligini esa 1460 dollarga xarid qilsalaring bo'ladi. Juda ham qulay va arzon narxlarda. Albatta zakaz beringlar. 100% rastamoshga bo'lgan. Yana qaytarib o'taman, foydalangani xarid qilsalaring, narxini yanada tushirib beramiz, xudo xolasa. Soni juda ham ko'p. Bor assortimenti nechta desalaring, albatta arzon narxda qilib beramiz. Va endi qo'limda bir dona iPhone 14 Pro 128 88% Amerika Yevropa regionida holatlari juda ham zo'r ko'rib turganlarning korobka dokumentlari bor. Narxi esa 585 dollar tashkil qiladi. Albatta zakaz bersalar ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Shunaqangi qiziqarli smartfonlarni qo'ldan kelganicha men sizlarga arzon narxlarda obzor qilib beraman. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, o'ylanib o'tirmay hoziroq zakaz beringlar. O'zbekiston bo'ylab albatta dastavkani mutlaqo bepul tezkor pochta orqali yetkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.